Qaranglar, bu video farzandini o'qitishga harakat qilayotgan ota-onalarga va o'zi o'qishga harakat qilayotgan va qaysi yo'nalishni tanlashni bilmay o'tirgan talabalarga yoki maktab o'quvchilari, litsey o'quvchilari bo'lsin, o'sha o'quvchilarga tegishli. Agar shunaqa tanishinglar bo'lsa, albatta bu videoni yuborib qo'yinglar. Ana endi sizga savol, kim Telegram tarmog'i haqida eshitgan? Sizga ham savol bo'ldi, to'g'rimi? Katta ehtimol bilan siz shu tarmoqda borsiz. Endi uni kim qurganini bilasizmi? Aka-uka Durovlar. Xo'p, Pavel Durov kompaniyaning yuzi va boshqaruvchisi, doktor Nikolay Durov Telegramni va undan oldingi loyihalarni aslida miyasi. Ya'ni u matematik va axborot texnologiyalari bo'yicha doktor. Xo'p, Pavel Durov X ijtimoiy tarmog'iga mana bunaqa post qoldiribdi. U postda shunaqa deyiladi: agarda siz hozir talaba bo'lsangiz va qaysi fanni o'qishni, qaysi yo'nalish bo'yicha ketishni bilmayotgan bo'lsangiz, albatta matematikani tanlang. Chunki matematika sizga aqlingizga suyangan holatda fikr yuritishi, mantiqan o'ylashi, muammolarni kichkina bo'laklarga ajratib, u muammolarga ketma-ket yechim topishni o'rgatadi. Undan tashqari bu sizga kerak bo'ladigan dunyodagi eng yadro bilimlarni bera oladi va shu orqali siz kompaniyalarni boshqarishga yoki kompaniyalar qurishga erisha olasiz deb post qoldirgan. Ana endi Elon Musk haqida eshitganmisiz? Albatta eshitgansiz. Uni eng mashhur qiladigan jihati bu uni boyligi. 500 milliard yoki undan sal ko'proq puli bor qog'ozda va bir nechta muvaffaqiyatli loyihalarni boshqaradi. Aynan u Durov bu postiga fizika bilan matematika deb izoh qoldirib ketgan. Durov bo'lsa bunga qo'shimcha qilib, albatta to'ppa-to'g'ri, agarda siz matematikadan allaqachon yaxshi bo'lsangiz, unda fizikani va axborot texnologiyalari, ya'ni computer science qo'shib qo'yganingiz, bu siz uchun juda ham katta plus bo'ladi deb qo'shimcha qilgan. Ana endi talabalar, hurmatli ota-onalar, yon atrofingizga shundoq qarab ko'ring. Istalgan oldingizdagi narsalar 90-95% gacha matematikaga, fizikaga va axborot texnologiyalariga asoslangan holatda injenerlar tomonidan yasalgan. Bu fanlar asosidagi yaratuvchanlik chegaralanmagan. Sizni farzandingiz ertaga O'zbekiston uchun buyuk kashfiyotlar qilish imkoniyati paydo bo'ladi agarda shu yo'nalishdan keta olsa. Ana endi biz bir xalq sifatida O'zbekistonni buyuk davlatchilik tomon harakatlanishni istasak, bu yo'nalishda bo'ladimi, boshqa yo'nalishda bo'ladimi, olimlarimizga bo'lgan e'tiborni juda ham yuqori darajaga olib chiqishimiz kerak. Eng kamida san'atkorlarga beradigan darajada mablag' va e'tibor berishimiz kerak. Uyimizni to'ri, pulimizni bori ularga qaratilishi kerak. Salohiyati bor bo'lgan har bir bola ularni ota-onasining orzusi futbol, san'atkorlik emas, olimlik bo'lishi kerak. Mammas dunyoni eng boy odami aytibdi. Yig'ishtiringlar karam sho'rvani deb.